Kimnidir unutmoqchi bo'lsangiz, shu 3 narsani esingizdan chiqazmang. Bog'lanib qolgan narsangiz u kishi emas, sizga his qildirganlari. Xuddi tush kabi. Insonni chiroyli bir dunyoga olib boradi-ku, uyg'onishni istamaysiz, to'g'rimi? Chunki u his juda ham go'zal. Qaram bo'lgan narsangiz aynan o'sha his. Ko'zlaringizni hamma narsaga yumib, o'sha hisni yana va yana his qilishni istaysiz. Xuddi shu kabi insonlar ham shunaqa. Tushimizdagidek turishi, qarashi bilan bizga shunaqa hissiyotlar berishadiki, biz u hislar dunyosidan chiqqimiz kelmaydi. Ammo bir muddatdan keyin yonimizda bo'lsalarda aynan o'sha hisni bera olmasligi mumkin va bir kun tashlab ketishadi. Siz ham aynan o'sha hisni takror yashay olmaslikdan qo'rqasiz, bor kuchingizni o'sha insonni qaytarishga sarflaysiz. Keyingi masala, kimdir menga bu hislarni bera olyaptimi? Demak, boshqasi ham bera oladi. Bir insonga bunaqa qaram bo'lishimda mantiq yo'q. Tuyg'ularning manbai bilan tanishlik turganda boshqa moddalar ishoning ko'zingizga ham ko'rinmaydi. Bu boshqa moddalar risk aslida. Eng to'g'ri qadam 3-yo'l hisoblanadi. Bu hislarning manbaini topishimiz kerak. Xuddiki quyoshning nuri bilan emas, quyoshning o'zi bilan tanishish turganda. Biz buni ilohiy ishq, ma'naviy lazzat deb yuritamiz. Va bu tuyg'ularni 100 qatini davomli olish garantiyasi demakdir. Qur'onga nazar solaylik. Qalblar faqatgina Allohni eslash bilan orom olur.